Siz ham oyoq-qo'llar muzlashidan charchadingizmi? Bu holatga ko'pchilik jiddiy e'tibor bermaydi va qalin paypoq kiyish bilan cheklanadi. Lekin bu jiddiy kasalliklarning belgisi bo'lishi mumkin va keyinchalik davolab bo'lmaydigan jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bugungi videoda oyoq-qo'llar muzlashining asosiy 10 ta sababi va ularni qanday bartaraf qilish to'g'risida gaplashamiz. Men bilan tibbiy bilimlaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling, like, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Demak, boshladik. Tibbiyotda hayvonlar ikkita turga ajratiladi: issiqqonli hayvonlar va sovuqqonli hayvonlarga ajratiladi. Issiqqonli hayvonlar degani ularda tana harorati doimiy normal holatda bo'ladi, ya'ni tashqi muhit havosiga bog'liq emas va buni qon orqali boshqariladi. Ya'ni issiqqonli hayvonlarda qon butun tanamizdagi temperaturani boshqarib turadi. Tashqarida 50 gradus issiq bo'lsa ham bir xil temperaturada turadi, 20 gradus sovuq bo'lsa ham qonimizning harorati bir xil holatda bo'ladi. Sovuqqonli hayvonlarda esa tana harorati tashqi muhitga bog'liq bo'ladi, ya'ni issiq vaqtda tanasi ham isiydi, sovuq vaqtda soviydi. Shuning uchun sovuqqonli hayvonlar qishda yashay olmaydi, faqat yozda chiqadi, qishda esa yer tagiga kirib ketadi. Chunki ularda tashqari 20 gradus sovuq bo'ladigan bo'lsa, ular 20 gradus sovuq bo'ladi tanasi ham va muzlab qoladi. Shuning uchun yer tagiga kirib ketishadi ular issiq joylarga. Insonlar ham issiqqonlilarga kiradi. Ya'ni tana haroratimiz doimiy ravishda 36 gradus bo'ladi. Bu qondagi harorat hisoblanadi. Shuning uchun biz temperaturamizni, ya'ni issiqligimizni o'lchamoqchi bo'lsak, termometrni qo'ltig'imiz tagiga qo'yib o'lchaymiz. Chunki bu yerda arteriya juda yuzaki joylashgan va arteriyadagi qondagi temperaturani o'lchaymiz. 36 bu normal holat. Tashqari 50 gradus bo'lsa ham 36.6 bo'lishi kerak. Tashqari 20 gradus sovuq bo'lsa ham 36.6 gradusda turishi kerak qonimizdagi issiqlik. Buni termoregulyatsiya markazi boshqaradi. Termoregulyatsiya markazi bu issiqligimizni boshqarib turuvchi sistema, markaz hisoblanadi. Buning asosiy ish quroli qon. Hozir aytganimizdek, qon orqali butun tanani bir xil temperaturada ushlab turadi va bunga yordamchi ravishda nervlar har bitta barmoqlarimizning uchida, tananing hamma qismida, ichki organlarimizda termoretseptorlar bo'ladi, ya'ni issiqlikni va sovuqlikni sezuvchi retseptorlar bo'ladi. Ulardan doimiy miyamizga xabar kelib turadi. Ma'lum bir joylar sovqotyapti yoki isyapti degan xabar kelib turadi va miya keyin o'shanga qarab o'sha joyning temperaturasini boshqaradi, ya'ni qon orqali. Endi savol tug'iladi, nima uchun oyoq qo'llarimiz muzlaydi, boshqa joylar muzlamaydi? Sababi oyoq qo'llarimiz, ya'ni barmoqlari eng kichkina qon tomirlari bo'ladi va yurakka nisbatan eng uzoqda joylashgan eng kichkina qon tomirlar bo'ladi. Shuning uchun yurak urganda agar qanaqadir buzilish bo'ladigan bo'lsa, hozir o'sha buzilishlar haqida gaplashamiz. Buzilishlar bo'ladigan bo'lsa, barmoqlargacha qon yaxshi yetib bormaydi va natijada muzlash kuzatiladi. Oyoq-qo'l muzlashi kasalliklari, ya'ni sabablarini asosiy 3 ta katta guruhga bo'lamiz. Birinchisi yurak qon tomir sistemasi kasalliklari, ikkinchisi nerv sistemasi kasalliklari va uchinchisi moddalar almashinuvi buzilish kasalliklari. Shularga bog'liq holatda bugungi videoda asosiy 10 ta sababini va ularning davosi haqida gaplashamiz. Birinchi sababimiz bu anemiya. Anemiya bu qondagi gemoglobin miqdorining kamayishi hisoblanadi. Gemoglobin o'ziga kislorodni biriktirib olib, to'qimalarga, ya'ni har bitta organ, muskulimiz barcha to'qimalarga boradi va ularni kislorod oziqa bilan ta'minlaydi va o'sha to'qima o'sha kislorodni olgandan keyin, oziqani olgandan keyin oziqlanib o'zidan energiya ishlab chiqaradi va butun tanani issiq holatda saqlaydi. Agar gemoglobin kamayadigan bo'lsa, to'qimalarga boradigan kislorod kamayadi, moddalar almashinuvi sekinlashadi va yetarlicha energiya olmagan to'qima tanani isitib bera olmaydi. Buni gemoglobin miqdorini oldimizdagi poliklinikalar, klinikalarda qon orqali tekshirtirishimiz mumkin. Uning normal miqdori ayollarda hozirda 120-140 grammdan litr, erkaklarda 130-140 dan 160 grammdan litrgacha bo'ladi. Agar undan kamayadigan bo'lsa, anemiyaga lichini olish kerak bo'ladi. Agar gemoglobin kam bo'ladigan bo'lsa, buni har xil dori-darmonlar, ya'ni gemoglobinni ko'taruvchi dori-darmonlar yoki uy sharoitida mol tilini dudlab qaynatilgan holatda qizil lavlagi yoki mayiz kabi mahsulotlar bilan ko'tarish mumkin.
Ikkinchi asosiy kasalligimiz esa gipotireoz. Gipotireoz bu qalqonsimon bez gormonlarining normadan kam ishlab chiqarilishi hisoblanadi. Gipertireozda esa normadan ko'p ishlab chiqariladi. Shunga bog'liq holatda qalqonsimon bezdan ishlab chiqariladigan gormonlar ko'p ishlab chiqarilsa, yurak urishimiz, hazm qilishimiz, hamma narsa organizmdagi moddalar almashinuvi tezlashadi. Agar kam ishlab chiqariladigan bo'lsa, nafas olish, yurak urishi, hamma sistemalar pasayadi, ish faoliyati pasayadi. Gipotireozda hamma ish faoliyati kamayganligining hisobiga, moddalar almashinuvi ham sekinlashganligining hisobiga energiya ishlab chiqarilishi kamayadi va tana harorati tushadi. Gipotireoz bor yo'qligini esa siz gormon analiz orqali bilishingiz mumkin. Bunda TTG, T3, T4 gormonlari tekshirib ko'riladi. Ular normadan past bo'ladigan bo'lsa, siz endokrinologda davo muolajalari olishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi asosiy kasalligimiz bu qandli diabet. Qandli diabetda qondagi qand miqdori oshib ketadi. Periferiya, ya'ni tananing uzoq qismidagi oyoq qo'llardagi qon tomirlar, nervlar jarohatlanadi. Va angiopatiya, ateroskleroz, polinevropatiya kabi kasalliklarga olib keladi. Buni o'sha qondagi qand, ya'ni glyukoza miqdorini aniqlash orqali oson bilib olishimiz mumkin. Bizda sahr bor yoki yo'qligini. Shunga qarab, agar qand miqdori baland chiqadigan bo'lsa, normadan baland chiqadigan bo'lsa, endokrinolog nazorati ostida davo muolajalari olish kerak bo'ladi. To'rtinchi kasallik bu umurtqa pog'onasi kasalliklari. Grija, protruziya, osteoxondroz kabi kasalliklar. Bularda oyoqqa boradigan qon tomirlari yoki qo'lga boradigan qon tomirlar va nervlar qisilib qoladi. Qisilib qolishining natijasida o'sha joyda qon aylanishi buzilib, oyoq qo'llar muzlashi mumkin. Yoki o'sha joydagi nervlar qisilishi natijasida miyaga o'sha joyning haroratini, informatsiyani, termoregulyatsiyani boshqarishda o'sha joyda sovuqmi, issiqmi, haroratni miyaga xabar berib turuvchi retseptorlar buziladi va miya o'sha joy sovqotayotganligini sezmaydi. Bunda oyoq qo'llarimizni ushlab ko'rsak, normada, normalniy, o'zini harorati bilan bir xil bo'ladi, lekin xuddi bizga oyoq qo'llarimiz muzlab ketayotgandek yo isib ketayotgandek his bo'ladi. Umurtqa pog'onasidagi muammolarni kinezologik korreksiyalar orqali bemalol davolasa bo'ladi. Beshinchi kasalligimiz esa periferik polinevropatiya hisoblanadi. Bunda poli ko'p, neuronervpatiya zararlanish, ko'p miqdorda nervlarning zararlanishi. Bunda nerv to'qimasi bo'ladi va uning ustida miyelin qavati bo'ladi. Ya'ni o'sha qavat orqali informatsiyalar tashiladi, ya'ni ma'lumotlar tashiladi. Bunda periferik polinevropatiyada o'sha miyelin qavati zararlanadi. Ya'ni temperaturani sezuvchi, issiqlikni sezuvchi retseptorlarni miyelin qavati zararlanadi va miyaga o'sha joydagi holat, issiqlik yaxshi yetib bormaydi, yaxshi uzatilmaydi va oyoq qo'llarda muzlash yuzaga keladi. Polinevropatiyaning o'zi ham alohida kasallik sifatida emas, boshqa kasalliklarning asorati sifatida paydo bo'lishi mumkin. Bularga qand kasalligi, ya'ni sahrni diabet, buyrak kasalliklari kabi kasalliklarning oqibatida polinevropatiya kelib chiqishi mumkin. Buni davolashda antidepressantlar, vitamin B kompleksi, o'sha qandli diabetni, kelib chiqadigan buyrak kasalliklarini davolash kerak bo'ladi. Sog'lig'ingizni men bilan mustahkamlamoqchi bo'lsangiz, tibbiy bilimlaringizni oshirmoqchi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'ling. 6-chi kasalliklarimiz esa bular ichki organ kasalliklari, jigar va buyrak kasalliklari hisoblanadi. Jigar termoregulyatsiyani boshqaruvchi asosiy organ, ya'ni unda moddalar almashinuvi juda jadal ravishda bo'ladi. Buyrak kasalliklarida ham oyoq qo'lda muzlashlar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Bularda temir, C, E vitamini, magniyga boy oziq moddalar bilan ovqatlanish kerak bo'ladi. Bu mahsulotlarga sabzavotlar, sut mahsulotlari, yong'oqlar, loviya, brokoli, go'sht mahsulotlari kabilar kiradi. Tuz, juda ko'p qovurilgan, sho'r, achchiq mahsulotlarni esa cheklash kerak. 7-chi eng katta asosiy kasalliklarimizdan bittasi bu surunkali yurak yetishmovchiligi kasalligi. Surunkali yurak yetishmovchiligi kasalligida yurakning qonni haydab berish kuchi kamayadi, ya'ni qisqaruvchanligi kamayadi va qon periferiyaga, ya'ni kichkina qon tomirlargacha yetib bormaydi va oyoq qo'l barmoqlarida muzlashlar yuzaga keladi. 8-chi kasalligimiz esa kamdan kam uchraydigan Rayno fenomeni hisoblanadi. Rayno fenomenida, misol uchun barmoqlarimizda bo'ladigan bo'lsa,
qon tomirlar birdan spazm berib, birdaniga ochilishi mumkin Raynaud fenomenda. Spazm bergan paytda barmoqlarimiz oqarib ketadi. Ma'lum ta'sirlarga, sovuq narsaga o'rganimizda, sovuq havo bo'lganda birdan spazm berib qon tomirlar yopiladi va oqarib ketadi barmoqlarimiz. Keyin ochilgan vaqtda qon tomirlar ochiladi va ko'karib ketib qo'limiz shish bo'ladi va albatta og'riqli bo'ladi. 9-chi kasalligimiz bu zararli odatlar hisoblanadi, ya'ni chekish, ichish kabilar. Bular qon aylanishini buzib qo'yadi. Qon tomirlar ichki devorini yallig'lantiradi. Qon tomirlarda aterosklerozlar rivojlanishiga olib keladi va buning natijasida kichkina qon tomirlar yopilib qolib, oyoq qo'llarda muzlash rivojlanadi. Va oxirgi sababi bu hozir praktikamizda juda ko'plab uchrayapti, ya'ni bu qanaqa? Suyak yemirilishi bor insonlarda, misol uchun tizzasida yemirilishi bor inson bizda lecheniya olayotgan vaqtda xonaning qaysidir joyida, unga ko'rinmay turgan joyda ham konditsioner qo'yiladigan bo'lsa yo deraza ochiladigan bo'lsa, birinchi o'sha tizzasiga kelib sovuq tegadi. Boshqa joy sovuqni sezmaydi, o'sha tizzasi sovuqni sezadi. O'zi tizzadagi yemirilish nima uchun kelib chiqyapti? O'sha yemirilish ham o'sha joyda qon aylanishi yaxshi emasligi uchun, nerv boshqarilishi yaxshi bo'lmaganligining hisobiga suyakda yemirilish ketyapti va o'sha joy sovuqni birinchilardan bo'lib sezadi, ya'ni muzdek bo'ladi, sovuqni birinchilardan sezadi. Temperaturasini ushlab ko'rsangiz, ba'zi payt muzdek emas, normalniy holatda turishi mumkin. Lekin sovuq, ya'ni deraza ochildimi, birinchi sovuqni sezadi. Bu holat o'sha suyak yemirilishi bilan sovuq sezishi bir-biriga bog'liq holat hisoblanadi. Uning sababi topib davolanadigan bo'lsa, bir vaqtning o'zida ham yemirilish to'xtaydi, ham sovuq qotishi, ya'ni sovuqni sezishi kamayadi. Bundan tashqari tasavvur qiling, mana bu qon tomirlarimizning devori ham muskul, tanamiz ham muskul, qon tomirlarining hammasi muskullarning orasidan o'tadi. Muskullarni bizda meditsinada aynan tekshiradigan, ya'ni kuchini tekshiradigan soha yo'q. Bu muskullarning kuchini tekshiradigan soha kinezologiya hisoblanadi. Bu O'zbekistonga yangi kirib keldi. Faqat NMga orqali o'sha muskullardagi nervlardagi o'sha muskulga keladigan nervlarda sezuvchanligi, amplitudasi qanaqa ishlayapti, o'shalarni tekshirsa bo'ladi. Lekin muskulning kuchini tekshirish uchun soha yo'q. Kinezologiyada biz muskullarning kuchini tekshirish orqali butun tanaga baho beramiz. Ya'ni bunda qanaqa? Qon tomirimiz devori ham muskul, tanadagi muskullar o'rtasida qon tomirlar o'tgan. Agar muskulimiz slabiy bo'ladigan bo'lsa, ya'ni normada qisqarib bo'shashmaydigan bo'lsa, u muskul qotib qolgan bo'lishi mumkin, ya'ni spazm berib, taranglashib qolgan bo'lishi mumkin qot, yoki butunlay bo'shashib ketgan bo'lishi mumkin. Bunda normada qisqarib bo'shashmayotgan bo'lsa, qon aylanishi buziladi. Oyoq qo'llarda muzlashning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi bu. Agar muskulimiz normada qisqarib bo'shashadigan bo'lsa, muskul qisqarib bo'shashishi natijasida nasosga o'xshab doimiy atrofidagi qon tomirlaridagi qonni aylantirib turadi va qon aylanishi yaxshi bo'lgandan keyin oyoq qo'llarda isish yuzaga keladi. Bizga kelgan ba'zi bemorlarda oyoq qo'l muzlashi bilan keladi. Ayniqsa oyoq muzlashi juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Uvishish, muzlashlari. Birinchi kun, ikkinchi kun lecheniya qilgandan keyin ularda oyoqlarida qizish boshlanadi. O'zlari birdan aytadi, oyog'im qizib boshladi yoki kechasi bilan qizib chiqdi deydi. Bu kasallikning qancha vaqtdan beri davom etayotganligiga bog'liq. Agar yaqin yillarda boshlangan bo'lsa, yaqin vaqtda boshlangan bo'lsa, 1-2 kunda o'zida oyoqlarida qizish boshlanadi. Agar uzoq yillar bo'ladigan bo'lsa, etap davom muolajalari olib boriladi. Birinchi son qismida qizish boshlanadi, ya'ni beldan qizib pastga tusha boshlaydi. Keyin tizzalari bilan qiziydi, keyin boldirlariga, ya'ni ikronojniy mышцаларga, boldir tarafiga o'tadi va oxirida oyoq uchlarigacha yetib boradi qizish. Ya'ni qizish sekin oyoqdan pastgacha tushib boradi. Buni oddiy misolda ko'rishimiz mumkin. Misol uchun tik turgan holatimiz. Tik turgan holatimizda ichki organda, jigardagi, buyrakdagi kasallik o'zgarib qolmaydi. Polinevropatiyamiz o'zgarib qolmaydi. Yurakdagi kasalliklar o'zgarib qolmaydi. Sahrimiz o'zgarib qolmaydi. Lekin tik turgan holatimizda oyog'imiz ko'proq muzlaydi. Yurganimizdan keyin esa oyoqlar qizishni boshlaydi. Ya'ni o'tib ketadi, muzlash o'tib ketadi. Yotganimizda, tik turgan holatimizda bir xil holatda qolganimizda muzlash kuchayadi. Agar bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, bu katta ehtimol bilan o'sha joydagi muskul sistemasiga bog'liq bo'ladi. Ya'ni yurganimizda muskullar qisqarib bo'shashadi va qonni aylantirib beradi. Bir joyda tik turganimizda, yotganimizda muskullar
qisman nisbatan harakatsiz holatga keladi, ya'ni qisqarib bo'shashi kamayadi va qon aylanishi ham kamayadi. Buning natijasida esa muzlash kelib chiqadi. Oyoq qo'l muzlashi bu o'zi alohida kasallik emas, shuni tushunib olishimiz kerak. Ba'zilar kelishadi, oyoq qo'lim muzlayapti, o'shani davolatishim kerak. Shuncha joyga bordim, bormagan joyim qolmadi, oyoq qo'lda muzlashim to'xtamayapti. Hech kim aniq diagnoz qo'yib bera olmayapti. Diagnoz qo'yganlari o'zini diagnozi bo'yicha lichina qilyapti, lekin hech qanday natija yo'q. Shuni tushunib olishimiz kerak. Bu oyoq qo'l muzlashi alohida kasallik emas. Bu kasalliklarning, ma'lum bir kasalliklarning asorati sifatida rivojlangan holat hisoblanadi. Misol uchun, tomog'imiz yallig'lanib, sovuq suv ichdik, tomog'imiz yallig'landi, yiringladi, anginamiz chiqdi va bizda temperatura ko'tariladi, harorat ko'tariladi. Agar o'sha haroratni ko'tarilishini tushirishimiz uchun biz parasetamol ichsak, ya'ni temperaturani tushirish uchun nimadir dori ichadigan bo'lsak, temperaturamiz, haroratimiz tushadi, lekin bir necha soatdan keyin yana ko'tariladi. Sabab nimaga? Sabab tomog'imizda yiringli infeksiya ketyapti. Bakteriyalar bu. Shuning hisobiga biz temperaturamizni tushirganimiz bilan u yana haroratimiz, temperaturamizni ko'taradi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda biz ham tomoqni davolashimiz kerak, ham temperaturani tushirish kerak. Ikkovini bir vaqtda olib borilgandagina natija tez va hech qanday qiyinchiliklarsiz olib boriladi. Agar biz faqat tomoqni davolab, temperaturani tushirishga harakat qilmasak, faqat tomoq davolanib to 5 kun o'tadimi, 7 kun o'tguncha bemor o'sha tana harorati balandligidan aziyat chekib, qiynalib yashashiga to'g'ri keladi. Ikkovini bir vaqtda olib borish kerak. Xuddi shu misolda oyoq muzlashini ham kelib chiqadigan kasallikni davolab boshlash kerak va o'sha qon aylanishi buzilgan joylarda qon tomirlarining aylanishi, ya'ni asoratni ham bir vaqtda davolab boshlash kerak bo'ladi. O'shanda natijaga tez boriladi va oson boriladi. Buni aniqlash kerak bo'ladi. Sizda nima uchun natija bo'lmayapti? Tushunish kerak. Hech qanaqa sehrli tabletka yo sehrli dori yo'q. Shunday ichgandan oyoq qo'llar birdan isib ketadigan. Birinchi kasallikni topib davolashimiz kerak. O'shanga asorat, ya'ni asorat bo'lganda uzoq paytdan keyin o'sha kasalliklarning natijasida qon aylanish buzilgan, tomirlar yopilib qolgan, butunlay qon aylanishi yaxshi bormagandan keyin tomirlar o'zini funksiyasini bajarishni unutib qo'ygan. Kasallik yurakka davo muolajasi oldim, gipotireoz, qalqonsimon bezga endokrinologdan lichina oldim, sahrimni tekshirtirdim, hamma lichinalarni oldim, lekin hech qanaqa natija yo'q deydi. Chunki siz kasallikni davolatayotgan bo'lishingiz mumkin, bu yoqda uzoq yillardan beri kelib chiqqan asoratni lichina qilinmayotgan bo'lishingiz mumkin. Ya'ni qon tomirlarini ishga tushirib yuborish kerak bo'ladi. Buning uchun esa ma'lum mashqlar kerak bo'ladi, ma'lum lichinalar, davo muolajalari kerak bo'ladi. Bunda kinezologik korreksiyalar orqali biz hozir lichina qilyapmiz, o'sha asoratlarni davolashni va kinezologiyaga bog'liq bo'lgan umurtqa pog'onasidagi muammolar, qon tomir nervlarining qisilishlarini davolab boryapmiz hozirgi kunda. Sizni ham oyoq qo'llar muzlashi bezovta qilayotgan bo'lsa, kommentariyaga qaysi qism, ya'ni tizzami, tanangizni qaysi qismida, oyoqlardami, qo'llardami, qaysi qismida muzlash bor yo'qligini va bu muzlashlar sizni necha yildan beri bezovta qilib kelayotganligini yozib qoldiring va bu videoni oyoq qo'li doim muzlab yuradigan tanishingizga jo'nating.